Assalamu alaikum musulmon bir tuğanlar. Sizler men Bazar Xabar kanal tuğanlar. Bugün 23 aprel günkü rubl kurslarini gösterip bereriz. Tuğanlar kechki rubl kurslari biz men bolup like basıp podpis ettiringizlar tuğanlar. Bizde 98% adam like basıp podpis etip ko'rdi tuğanlar. Videoni kirib ko'rsangizlar 100 ming odamlar ko'rdi tuğanlar. Hatta qo'yingizlar qo'ng'iroqcha yozib biz bo'lsa kechki rubl kurslarini ko'rsatib beramiz. Bazar Qo'rg'on shahridan ko'rsatamiz tuğanlar. Biz men bo'lib turingizlar. Mana Ayıl Bank tuğanlar. Ayıl Bank'ta rubl 95 jarım satılışı 1.08'den boldu tuğanlar. Rossiyada rubl dollar düşüp rubl kötörülgende oladi. Bizde negedir kötörülbeydi tuğanlar. Akirip banklardan so'rasak bilbeymiz. Bizga bergen kursda satib alışyapti tuğanlar. Çoğ doğru aytganini qildi degan bankdagilarda сотрудниктери. Kelip so'radi, ko'p odamlar so'radi, neganda bo'ldi? Finka bankina barlig'ida berdi 95dan. O'z negizi Qirg'iziston bankidan zakon chiqardi, nar jaqdan qanday aqcha kelsa-da so'mda berilsin deb o'zlari shunday kurs qo'yib tur, to'lqa so'mda beriladigan. Rubl qilib boshqa qilib ola olmaysizlar endi. Shunday tuğanlar, жаңылыктар biz men bo'lib turingizlar. Ertaga chiqaramiz bersin inshaalloh. Assalomu alaykum.